Agar shokolad yegingiz kelsa, sizga magniy yetishmayapti, banan iste'mol qiling. Agar oq non yegingiz kelsa, sizga azot yetishmayapti, ko'katlardan iste'mol qiling. Agar burger yegingiz kelsa, demak sizga temir moddasi kerak, ismaloq iste'mol qiling. Agar har doim kartoshka free yegingiz kelsa, sizga tuz kerak, tuzlangan yong'oq iste'mol qiling. Agar shirinlik yegingiz kelsa, sizga triptofan zarur, mevalardan iste'mol qiling. Agar menga oldinroq obuna bo'lganingizda bularni barchasini bilgan bo'lardingiz. Muzdek suvga tortyaptimi? Aslida senga temir yetmayapti. Gazirovkaga tortyaptimi? Aslida senga kalsiy yetmayapti. Yog'li ovqatlarga tortyaptimi? Aslida senga omega 3 kerak. Sho'r mahsulotlar yeging kelyaptimi? Aslida senga minerallar yetmayapti. Achchiq mahsulotlar yeging kelyaptimi? Aslida senga sink kerak. Shokolad yeging kelyaptimi? Aslida senga magniy va xrom yetishmayapti. Xamirli mahsulot yeging kelyaptimi? Aslida senga B guruh vitaminlari yetishmayapti. Kofe ichging kelyaptimi? Aslida senga temir yetishmayapti. Chips va suxariklar yeging kelyaptimi? Aslida senga D3 va K2 yetishmayapti. Yaxshi uyqu uchun, Melatonin, yurak va qon tomirlari uchun, omega 3, immunitet uchun, multivitamin ichgan yaxshiroq. qon bosimi uchun, Magniy va vitamin B2, mustahkam soch uchun. B guruh vitaminlari.